Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Shundoq deganim bilan Shamsiyaning shu nijis kasal giribdor bo'lishidan bakmi qo'rqatdim. Bo'lsa, tuhmat bo'g'a ilohim. Tuhmat? Kimga tuhmat qilibdiman? Dedim-ku, tekshirtib baq deb. O'zidan so'rasangmi bo'ladi? Yoki O'yg'imni otdim. Yomon jintakka bir saklabla o'tkazib-atdi. Men dedim-ku, Shakir, sen mening ömrümde sana tegmay qo'ymayman. Kimki sana tegiman deydi ekan, yaxshilik ko'rish degandan xiyol qilmasin. Chajrab o'rnimdan turdim. Afsus, men turib bo'g'icha u qechib ulgurdi. Eshikni ichidan taqab Ro'shangulga telefon urdim. Afsus, telefoni etikkan. Shamsiyaga telefon qilishdan uyildim. Ilohim, Ro'shangulning Shamsiya bilan Oygul o'tirsidagi ishlardan xabari bo'g'iydi. Bo'lmasa bu tugunni kim yeyib berar? Oygul degan jinning yana avvar qilishidan qo'rqib, kech kirishini kutmayla uyga qaytdim. Uydagilar mendan ansirabla o'ltirishgan ekan. Ularning deyishicha, mehmonlarni qudimiz ig'ir kasal bo'lgani uchun qizni yo'tkab akalanmaydigan bo'ldi-oq deb aplab yo'lga sapdi. Biroq meni ko'rgan onam yig'lab ketdi. Voy jinim balam, qaysi kundagi yig'ingni neshnimini tushunmaginim nemisi? Oygul bilan to'yni qilishga oldirib shunda qilayotgan o'xshaydi u debdi men o'texi. U asli bir nokaskin emasmi? Seni qo'lga tushirman deb biz cho'g'larning oldida qilib yurgan ishlari o'texi. Yig'i qo'shaq qatqili nimandoq ustiqaq biz. Hech qopiyasi yo'q gaplarni ohangga silib daverdi ekan. Bo'ldi qila amdi. O'g'lingni xijli qilib nima qilasan? Dadam onamni to'sidi. Va Odil valining qizi bilan qachon tepishib olgan edim? Onamning deganlaridan xijolat qiladigan ishini so'radi. Bu dadamning shaxsiy sirim ustida tunji so'rish edi. Nimami deyalayman? Uni qiz do'stim deydisam, uningda Oygul deganda kasal bo'lsa. Uning ustiga Shamsiya menga hozirgacha bu to'g'riliq bir javob bermagan tursa. Sukutning o'zi eng yaxshi javob. Elim yaxshi, ular Ro'shangulni xato tushunib yurmabdi. Shuningdan qaraganda Shamsiyami ota-onam bilan ko'rishibdi. Bu cho'qim Ro'shangulning to'hpisi edi. Uningga haqiqatan ko'p qarz bo'lib qilib atadi. Qachon bo'ladi? Qaysi kuni Shakirni kutubxonasiga bir qizni boshlab keldi. Mehrajab issiqkan demidimmi? Shu qiz dal Odil valining qiziga emasmi? Ota-onasimi shundoq esli odamlardan edi. Onamning eg'izi ichildi. Ular nima demasin gap qilmay o'ltirib oldim. To'y buzilib, at sahardla Ro'shangulni izlab uning uyiga bordim. Lekin Ro'shangulni uydagi xizmatkorlar qaytib kelmadi dedi. Qaraganda u uyiga qaytmayla Urumchi ketgan o'xshaydi. Tuyuqsiz telefonimga qisqa uchur keldi. Shakir, biz Urumchiga qaytdik. Bizni izlab avvora bo'lma, maktabda ko'rishaylik. Shamsiya Ro'shangul deyilgan edi. Yana kutish boshlandi. Ta'tilmo to'shay deb qolgan edi. Ularning so'zichi bo'lganda Ro'shangulmo biz bilan o'qishga boramdi nima? Ro'shangulning tilidan xushpuroq chechilg'ay ilohim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Ta'tilmo oxirlashib maktabga kelib oldim. To'y ishidan keyin deb o'tkidak cho'ng ishlar yuz bermadi. Shahar boshlig'i qizining qechib ketganini bizdan yo'shirib, o'zining kasal sabablik qizining to'yiga to'solg'u bo'lgani uchun qizi yuzini qo'ydigan yer topolmay, boshqa yurtdagi tuqqanlarning qishig'i berib olganligini aytib, uydagilarga choy berdi. To'y ishini qizining ochchig'i yonganda deyishadigan bo'lib, to'yliqmi qaytarilmadi. Bizning uydagilar boshliqning yuzini qilib boshqa gap qilmadi. Shuning bilan bir qitimliq bo'ron oxirlashdi. Oygulning parokandichilik qilishidan yurtda qutilgan bo'lsam-mu, maktabga kelib tutildim. Shakir, to'yimni buzib yaxshi ish qilmading. Bir kun bo'lsam xotin qilib qo'yib etgan bo'lsang, buncha izzoda o'lmagan bo'lardim. Xayr, bo'ptiladay. Ammo esingda tutqinki, keyingi to'yingda tarix takrorlanib qolmasin ilohim. Bu so'zlarni tahdid yoki tilak deb tushunamay gangirabla qoldim. Burun qilganlarimning jazosini tatib bo'lgan bo'g'iydim ilohim. Ortiq gap qilmadim. U meningcha maktabga burunli kelib olgan bo'lsa kerak. Menmo Shamsiyalar bilan boldurroq ko'rish uchun bir kun burun kelib olgan edim.
Kelsam Oygul kep bo'lgan ekan. Shamsiya kelmay qolsa, Oygulning bugun kechini menga uyqu orom qilib berishiga ko'zim yetib, sirtda yotoq ochqizdim. Sahar maktabga yetib keldim. Maktab darvozasida menga saqlab turgandekla Oygulga yo'liqdim. Tepbaqa Shakir, jajangni berdigan chaqlar yetib keldi. Qandaq berdigandiman? Chiroyda bir g'iljin kulki. Nima shumliqda buncha xushal bo'lgando deb. Sening elingni men nadim bilay? Shaytonga dars bersan-ku sen. Shamsiya bilan ikkingni birlashib men qarshtirmisan deb, Rushangulni menga hamroh qilib avatibdi. Afsus, u o'zining barliq planlarini shu umid bog'lagan do'stining nobud qilganligini bilsa edi, nimami bo'p keta. Roshangulning xabarini yetkazgan boshqa biri bo'lsa edi, xo'shliqda cho'qim ko'tirib aylantirgan bo'lar edim. Shaytondan yana bir avobda ondaqda. Chandurmay deb qo'ydim. Qalbimda Roshangul shayton emas, farishta edi. Kimning jajisini berdi, ko'mamdiq. Uning degan gaplariga miyig'imni kulib qo'ydim. Shamsiyalar bilan yotoq oldida ko'rishdik. Degandek Roshangul uning bilan birga edi. Roshangulning kiyinishi Shamsiyaning kiyimlari bilan o'xshash bo'lib, Oygul shuning qarab bo'lsa-mu bir nimani sezmagan edi. Ishkinglar she'rni o'tkazayli deb burun kelib olmagansizlar? Roshangul meni chiqib olishga amroq edi. Buning bilan birga bo'lsam she'rni emas, kulpatay bo'lib qolmamdi menga. Chaqchaq deb tushunar desam, gapimni Oygul elib oldi. Bo'ldi qilar Rushangul. Bu mato'g'i she'rni nima qipti? To'y qismi she'rni emas, itkapdan qoldim deb o'tgan shirinchaqlari uchun xotiniga taptani qilmasla bo'ladi-ku. Gapining oxirini eg'zini ushlab degudek dedi u. Bundaq gaplarni qo'yib, o'z gapini qilar Roshangul. Nim bo'lib o'sha gap qoldi? Chatalda yursam o'til o'rgandikanman. Uningdan ko'ra o'z elimni o'rganay deb keldim. Mavsum o'tirsidimi o'quvchi olamdikan? Chatalda o'qigan vaqtimda e'tirof qildi ekan. Bir mavsumlik o'qish pulini ko'p to'ldim shu. Yotoqni qanday qildigan bo'ldinglar? Qandaq bo'ladi? Uchimiz bir yotoqda. Yo'q Aygul, men maktabda yotmayman. Maktabga yaqinli yerda dadamning ep qo'ygan uyi bor. Shamsiya bilan shu yerda turishni qaror qildik. Sen bu qolay bo'lsa biz bilan birga tursang bo'ladi. Oygul hayron qoldi bo'g'ay, Shamsiya bilan Roshangulga bir qarab etib. Ishkinglar birga turamiz devatamsizlar? Shundaq. Sen xohlasang ushib bo'lamiz. Roshangul qilch tamtirmay javob berdi. Sen nim bo'lavatdi? Qizib qolmagansan? Oygulning Roshangulning peshonisini silash uchun opargan qo'li bo'shliqda laylab qoldi. Roshangul o'zini qochirib. Sen xohlasang bu holtingni o'zgart. Biz sana yordam beramiz. Senmi uning kesilni yuqtirib optikan-sanda? Bo'ldi. Meni o'zgar degicha o'l degin. Oygul taroqshib yotqiga kirib ketdi. Shamsiya menga bir qarab etib. Uni bundaq tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Shunga siz yotog'ingizga ketgach turing. Biz Aygul bilan obdan bir paranglashib ko'raylik. Bo'ysunmoqdan boshqa amal yo'q-da. Afsus, sizlar uning bir nima yo'qa deb bo'rini qo'tonga boshlamasanglar bo'ladi-ku. Ma'qul degandek beshimni egib. Tushlik tomoqda birga bo'laylik. Xo'shlashib yandim. Shundoq isil, axloqli bir qizning shu nijosat kasal ekanligiga qat'iy ishonmaydim. Roshanguldan bugul so'ramaydigan bo'lsam. Tushlik tomoqni to'timiz birga yedik. Oygulmo ular bilan birga turadigan bo'pti. Bumi yaxshi bo'lgani. U maktabda yolg'iz turadigan bo'lsa, mening kunimga voy. Kunda avar qilib beshimni sarong etadi bo'g'ay. Shuncha kallis ishlaydigan Oygulning bularni o'ylamag'iniga hayron qoldim. Tamoqdan yong'inimizda Roshangulni tortib, ularning orqasida qoldim. Sendan bir ishni so'ray degandim. Nimani so'raysan, Shakir? Oygulning oksi bilan Shamsiyaning ishini. Ularning nima ishini bilmoqchidim. Shu qanchalik aralashganini, nim sababdan ayrilib ketganligini bilay degan. Nima deysan, oy Shakir? Shamsiya qayerda yurib Oygulning oksi degan shu nakas bilan aralashibdi ekan. Shundaroq oldim-ku. Shamsiyaning sababi bilan kesilib ketgan deydi-ku. Men qara Shakir. Haqiqatan bu gaplarni Oyguldan olgan bo'lishing mumkin. Shamsiya bilan Oygulning oksi aralashdi degani qip-qizil yolg'on. Ammo u nagasning turmaga kirganini anglaganman. Shamsiyaning sababi ekan deyishgandi. Biroq bu obro'yparast haq isbosni chiqamay yo'q qilib etishdi.
Şemsiyadan nima deb so'rayman? Sho'nglashqa so'rayamay bilanmadim. Roshangulning javobi kutgan yerimdan chiqmadi. Undaqda ularning ziddiyatini bildikan-sanda. Zodi ular nemishqin bunchalik qilishib ketdi. Hozirgacha bilanmay ichim ziyda desangchi. Universitetda o'qiyotgan chaqdagi ishlardan sening faqatli xabaring yo'q-kanda. Nima ziddiyat bo'ladi? O'g'il talishidi shu. Kimni talishidi? Menimi? Og'zingga po'q. U chaqlarda sen qiz bolaning o'zi tursang, qiz deganni xiyol qiladingmi? Qizlarmichi qara, mundaq erkakdiki bolalarni talishidi. U shundoq deb amdlatin xat tartgan burtumni tartib qo'ydi. Amsi kim u? Ish qilib sen to'naydigan biri. So'zlasam gap to'la, ayrim bir kun deb beray. Cho'qim meni yolg'iz mehmon qilsan. Uni demasam u maktab kelib qolgan edi. Oygul bilan Shamsiya bizga saqlab qarab turardi. Eng oxirgi savolimni so'rab oldi. Shamsiya muhabbatlashib tikanda undaqda. Bizdan so'ra bayqush. Sen hozir Shamsiya bilan yurmagan bo'lsang-mu, Oygul Shamsiyaning muhabbat dushmanim deb bildi-ku. Savolga savol bo'yicha javob bo'ldi-da. Nima deb tushunishni bilolmay qoldi. Roshangulning sepimizga qo'shilishi bilan turmushimizda burilish bo'ldi. Ilgarkidek kechda yotoqqa qaytib, yostiq quchoqlashdan kechki tomoq uchun uning uyiga yig'ilib tomoq yeyishga almashdim. Men yotoqqa bak kech qaytdim. Ular bo'lsa qo'nib qolmay qo'sh. Biz uch tursak nima qila olaydi? Bizning sal chaqilib qo'yishimizdan qo'rqyapsan deb zonliq qilish, hazil qilishlari ichida yo'lga soladi. Yo'lda qaytqucha yotoqda xiyol meni chirmaydi. Shamsiya xiyoliy turmushimning hamrosi edi. Roshangulmo Shamsiyaga Oygulning oksining nima qilganligini aniq bilmaydi ekan. Lekin Oygulning oksini turmaga kirganda Shamsiyaning sababidan ekan deb anglagandim deydi. Bir er kishi qizlar tarafidan bosqinchilik bo'lmasa turmaga kirib yuramdi. Bularni Shamsiyadan so'rash rostli biyab edi. Oygulmo rost gap qilmaydi. Oygulning "Akam aydiz" degan so'ziga tamoman ishonishga bo'ladi. Har qancha eski bo'lsa-mu, o'z aksining jamiyatdagi yuz obro'yini sitib yurmas. Bu nijosat kasalining yo'qish yo'llarini o'ylasam, g'ashlik ichi titildash. Mushkullarda g'amkin bo'lib qolyotdi. Qizlarning kulki chaqchaqlarimi quliqimga ba'zida mush urgandek bilinadi. Oygulning g'iljinglashlarini qo'pollik bilan rad qilsam, Shamsiyaning ma'nli qarashlariga bardoshlik berishim bekmi tashkil etdi. Uning har bir qarashlaridan "Shakir, nim bo'ldi? Yaqinni bu yan o'zgarib olding-ku. Mendan bir savallik o'tmagandi-ku" degandek ma'nolar chiqayotgandek belinib, yuragimni g'ajalaydi. Bir kuni Roshangul yong'i tortib, "Yur Shakir, sen bilan paranglashmasam bo'lmadi. Qaysi kuni yolg'iz mehmon qil, deb beraman degan ishlardan seni xabardor qilmasam bo'lmadi." U shundoq deb meni apandi restoraniga boshlab keldi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.